Ey jiyanlarim, yaxshimisizlar, suyimsizlar. Sizlarga ham xuddi shunaqa iPad Wave qilish kerak bo'lsa, bu videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Bizga kerak bo'ladi split screen degan ilova. Buni Play Marketdan yuklab olsalaring bo'ladi. Buni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Buni yuklab olamiz. Yuklanishini kutamiz ozgina. Yuklanmoqda. Mana ustanovka bo'lyapti. Yuklangandan so'ng bu ilovaga kiramiz. Kirganimizdan so'ng mana hozir kirib olsin. Bu yerda app degan tugmachasi bo'lsa, bu yerga qidirib yozamiz, YouTube deb yozamiz. Boshqa ilovani qilsalaring bo'ladi. App Bello degan joyga PUBG'ni belgilaymiz. PUBG belgilaganimizdan so'ng bu yerda reklama chiqadi. Buni yo'qotib Add Home Screenni bosamiz. UC'ni bosamiz bu yerdan. Bosdim. Keyin chiqsa xuddi shunaqa bo'ladi. Shuni bosib kiramiz. Ikkita ilova birdaniga paydo bo'ladi. PUBG'ni pastga surib, keyin tevaga sursak, sekin ko'ramiz. Hozir iPad Wave bo'lib qoladi bizda. Mana iPad Wave bo'lib qoldi bolalar. Ko'rishlaring mumkin. Mana iPad Wave bo'lib qoldi. Mana jiyanlarim, video foydali bo'lgan bo'lsa, bir donagina like va podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.